Kuyov bola nimaga? Sizmisan? Hayajonlanibsanmi jiga? Nimaga? O'tgandirsan ha? Nima gap, tinchlikmi? Xullas og'ayni mana shu hamma sindoshlar, mana shu mana bolalar o'zimiz arzimasa ham pul tashashib to'yini yig'ib qo'ydik. O'shanga Muslim, Rahmat. pulni ber. Mayli, hanni nimadir kamko'stiga, xarajatiga ishlatadi-da. Pulni ber. Bir minutga qarab ol. Tinchlikmi? Pul qolib ketibdimi uyda? Pul yo'q, ishlatib qo'ydim. Jinniroqmisan? Qatga ishlatding? Oyim operatsiyalariga yetmay qoldi. Srochniy bo'lib qoldi-da. Iltimos, bolaga yetmay tur. To'ygachon qatdan bo'lsa ham topib beraman. Bolalar Muslim to'yiniga yig'gan pulimizni ishlatib yoribdi. Onasini operatsiyasiga. Jasur. Xafa bo'lma endi sana. Qolganlar xafa emas-ku? Yo'q, naborot. Ayb bizada ekan. Alloh uzr. Uzri sana emas. Bizni so'rashimiz kerak. To'y deb sani uyingda nima ahvolligini to'g'risi bilmagandik. Yur ketdi. Boya bolalarning oldida gapira olmadim. To'yga 6 ta mashina gaplashib qo'ydim. Unda o'ylab qarasam, 2 ta mashinada ham borib kelsa bo'lar ekan. Kena ham dori-darmonlarga ishlatasan. Ol. Yaxshi dam ol o'rtoq.